Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Biz dersimizin 72. beti El-Mustava Thani Tasavvur vadih ala mustava el-ehdaf degan yerga kelgandik. Ya'ni bir og'iz gap bilan boshlagan bu gapni İslami plan, İslami siyasi hareketler teki mühim bir nokta. Birinci talep bu to'g'riliq so'zlashdan ilgari, bu to'g'riliq ish boshlashdan ilgari cho'qim bilishimiz kerak deb kelib, bilish qanday bo'ladi deganga ikki misol ko'rsatgan. Ikki namuzaj. Birinchi xil shaklni biz oldingi qatim o'qib o'tgan, ikkinchi xil shaklni boshlagan. İkinci xil shaklni 5 bosqich, 5 mustavaga bo'lib turib so'zlayotgan tunugunki darsimizda birinchi mustava, ya'ni bu ish, bu plan felsefe seviyesiga ko'tarilishi kerak. Felsefe seviyesi degani bunda bilimlashgan bir seviye. Vel bawa'ith, ya'ni her palampay iniq. Birinci palampay, ikinci palampay, birinci bekat, ikinci bekat. Yani seni bir ishni qilgandan keyin ikkinchi ishga shu birinchi ish ittiradigan, ikkinchi ishni avtomatik holatda qilishga turtki bo'ladigan bir shaklda falsafalash kerak deb bu nuqtadan o'tgan to'q. Shu kelgan bo'lsa arkadaşlar. Endi ikkinchi bosqich, ya'ni hozir biz ko'rsatmoqchi bo'lgan ulgudagi ikkinchi bosqich nishon seviyesi boyunca roşan bir tasavvur. Yani yeni desek yani şu, neymiş qilmoqchi olduğunu nait iniq bo'lish kerak. Laqad tahaddasna an ahammiyati suratul wadiha ala mustawa al-falsafa ve tasavvur az-zihni al-am. Biz yuqorida so'zladik, roşan bir suratning ahamiyati haqida falsafa seviyesida va umumiy zihniy tasavvur seviyesida roşan suratninki, ya'ni biz qilmoqchi bo'lgan harakat, biz qilmoqchi bo'lgan planninki bir ro'shan shakli bo'lish kerak haqida biz so'zlab o'tdik. Muhimi nima desa, muhimi nishonlarning ham ro'shan va uchiq bir shaklda bo'lish kerak. Nishon, oldinqida qiladigan ishlarning qadam bosqichlarining hammasi ro'shan bo'lish kerak dedi. Ma ikkinchisida nishon seviyesida. Nishon degani her bosqichda yetmoqchi bo'lgan bir nishon bor. En ahırkı nişan o büyük nişan. Onunla berişinin aldıda birinci katınlık biz üç günden beri dep kevatımızca parçalayımız bu merhaleni de. Mesela çok büyük bir nişanını 20 yıllık ya 30 yıllık ya 10 yıllık dep ayırırsak bunun içine bir 4 yıllıktan 5 katımlıkka ya 5 yıllıktan 3 katımlıkka degende bir neçe yıllık plan şekilde bir ayırıyımız ve şu planın içine bir nişan buluş gerek. An yıl noktasından bir ayırıyımız, pesil noktasından bir ayırıyımız, hatta ay noktasından bir ayırıyımız, hatta gün noktasından ayırıyımız ve şu ayrılan her basqışta ne buluş gerek, nişan ine buluş gerek ki bugün qaysı nişan, mahepte qaysı nişan, bu ay qaysı nişan, bu pesilde qaysı nişan, bu yılda qaysı nişan, bir nişan ortağa qana qilish gerek, qo'yilish gerek qarindoshlar. Xususan خاصة لهذه الكتلة الحرجة النوعية داخل البناء الإسلامي العام. Umumi İslam kuruluş içindeki biz kitabatkan bu top bir kuruluş desek bunun içindeki alahide biz bu qaysı günü ayırgan kişilerin işkiga ayırgan umum o vekillik kılıdığan bir halet ve şu umumның içindeki alahide bir kişilerdir. Bu alahide kişilerini men sizlarga misal şekilde binanınki bizde yolda silavatkan binalarını görüyoruz o binanınki betonda koparılıp çıkan bir heykeli var. Yani adam bedendeki iskelet soğuk var insanı götürüp durduğun şu kısmını degen tok. El-kutle el-harice el-nev'iyye. Yani alahide mahsus, nev'iyye degene mahsus. El-harice halkılık bu top için bulup mu nişanıyla kulaş gerek. Etraftaki hahudi işbirdiğen, billi mağadiğen kişiler tamam. Ula merkezden buyruk qanday kelse, çoğunlardan buyruk qanday kelse qiliyordu. Ama şu işinin içindeki halkılık adamlar
çokum nişanı nihayeti iniq bo'lish kerak qarindoshlar. وقد شهدنا في السنوات الماضية الكثير من الاضطرابات حول مستوى الأهداف. Biz nurgun ötmüşteki nurgun yıllarda nişan seviyesi hakkında, nişan basqıçları hakkında bekcik iztirabatlarını körüp öttük. İztirabat degeni yani meselelerninki iniq qo'maslıqı, zıtlık. Birdem o'ng'i mang'udi, birdem so'ng'i mang'udi, inin nişanı iniq emas demekçi. Ve bu nişanlarninki tedarruç, tatabu ve nazaru ileyha o'zaro birisiga qanday qilib ketish, kirishib ketish, tatabu qilish, qarab chiqish qatorliq ahvollarni qanday qilib, nishonlarni o'zaro birisiga kirgizish, mutoba'a qilish, ergashtirish va shunga qarash qatorliq bu nuqtalarda bakjiq iztirobat, to'qinishlarni, zidliklarni ko'rib o'tdik. فمعظم الأهداف التي نادت بها الحركات والمؤسسات الفاعلة في الساحة الإسلامية İslam sahasida ish qilayotgan harakat va organlar chaqiriq qilayotgan ko'pincha nishonlar ro'yobga chiqmadi. Lam tatahaqqaq. Mushu bak chataq masala. Ham mening ishimni burundan tortib tatalaydigan masala shu. Meyli men ba'zi islomiy harakatlarga qatnashma, masalan mening yeshim nuqtasidan o'sib bitilgan muhitim nuqtasidan, masalan vatanda yuz bergan yoki ibrilgan ba'zi harakat, ba'zi planlarda, masalan biz kichik endi o'qishga kirgan vaqtimiz shu vaqtning o'zidami meni azoblaydigan bir narsa bor. Men gerçi qatnashmasammi, eşim kichik o'g'anlik tufaylidan yoki shu vaqtdagi sabab tufaylidan, ammo sirtda turib men o harakatlarning hammani bizning İslami hareketimiz deb qaragan bo'lg'achqa, unuga men davomliq ko'zim ijobiy ko'zlan qarayman. Ya'ni nima deymiz endi, g'alaba qilsa ekan degan bir umidim bor. Mushuning alaqi nishonining amalga oshmagani, ro'yobga chiqmagani meni davomliq qanday qildi azoblaydi. Abturning da'vatqanimi umum islom dunyosida mushu nishon meyli uzun musofilik nishon bo'lsin yoki o'tir musofilik nishon bo'lsin yoki qisqa musofilik nishon bo'lsin, nishonning amalga oshmasligi odamni biroz qanday qiladi, ya'ni nima qiladi, biroz ko'nglini yarim qiladi odamninki. Mushu masala umumyuzlik islom harakatlaridagi zodi hammasining tugudek bir nishon. Hatto islom harakatlarininki siyosiy faoliyatlardan boshqa ilmiy faoliyatning bir nishoni olmoqlik bizdamdi. Lekin nishoni bo'lgan taqdirdami, nishoni amalga oshmoqlik. Masalan, bu yil mancha qori yetishtiramiz. Masalan, ilmiy faoliyatning ichida bu yil mancha dona fiqhda o'qigan odam, bu yil mancha dona siyosatda o'qigan odam. Bu nishon bekitilmaklik, qarsig'lamishni qilaveramiz yoki nishon bekitilgan taqdirdami, har xil sharoitlarda sharoitga atimiz yo'q. Amaliyotda agar shu nishonni ko'zlab manganimizda mencha qig'ili bo'lishi mumkinti. Va biduni manzumati ahdaf amma. Qaranglar, bu yerdagi muhim gapdan birisi bor. Umumyuzlik, keng ko'lamlik nishon sistemasi bo'lmasdan va biduni manzumatin amma, ahdaf amma, yani umumyuzlik, keng ko'lamlik bir nishon sistemasi bo'lmasdan la yumkinu an nunjiza shay'an. Bizning bir ishni qana qila olishimiz, bitira olishimiz, qo'lga keltira olishimiz mumkin emas. Ishqisizlikning o'tirisidagi jumlami o'tirish emasmi? Ya'ni uyg'unish, gullanish sohasida xizmat qilayotgan odam hazm qilishi mumkin bo'lgan darajada demakchi. Mumkin bo'lgan darajada keng ko'lamlik bir nishon sistemasi bo'lmasdan biz bir ishni qo'lga keltira olmaymiz. Deb kuvvatimiz buni qarindoshlar. Cho'qim keng musofilik bir nishon, o'tir musofilik nishon, qisqa musofilik nishon. Nishon bo'lmay bir ish oyoqqa chiqmaydi. Chunki nishonlarning bosqichlari o'zaro birisi bilan to'qnashayotgan, shohchilanayotgan kishi u nishonlarning ichidan qaysi muhim, qaysi aham buni bilmayotgan bir holat va o'rtada. Bu ikkinchi bosqich bo'lib, ikkinchi namunaning ikkinchi bosqichi, ya'ni nishon nuqtasidan masala aniq bo'lishi kerak. Ya'ni har bir xizmat qildigan odamning qalbida men nereden nega borman? Bu qadar oddiy. Men nereden boshlayman, nerede to'xtayman? Bu yil yoki Turkiya tug'an 3 yilimda yoki oldimdagi 5 yilda bu qadar basit.
Na diqqat qilsanglar men bir narsani misol gapirey. Bu gapni biz yomon bir shu arsaman deb ketyapmiz hozir. Mush kitobni o'qiyapmiz masalan. Atrofimizga qarasak, shu Xitoy jag'ida yoki boshqa dunyodagi har nima jag'ida bekitib bo'laqliq uni. Gerçi qilayotganlar uni his qilmasa, masalan, ilmiy sohada misolga olsam, nimishqa maktabni yasli deb ayiradi. 2 yil. Boshlang'ich deb ayiradi. Vatanda 5 yil demaydi 4 yil. Keyin 6 yil o'zgargan vatanda. O'rta maktab deb ayiradi. To'liq deb ayiradi. Oliy maktab deb ayiradi. Magistrlik, doktorlik deb ayiradi. Hammasi o'quvchiga nisbatan o'quvchi o'zi tuyib, tuymay bir nishonga qarab ilgarilaydi. Ana yaslida o'qiyotgan bola 2 yilda yasli bitdi, boshlang'ich maktabga kirdi degan bir nishon bilan mangadi. 4 yil boshlang'ich o'qiyotgan bola 4-sinf tugagan hamallam nega chiqadi? O'rta o'qulga chiqadi. Bir nishon almışydi. O'rta o'qulni 4 yil o'qiyotgan odam undan keyin to'liq o'tirgan hozir ilmiyadagi liselarga chiqadi. Ha liselarda mana ish qolamiz. Masalan, miyalda kishilar ashta bekitdi. O'rta o'qulda o'qigan bolalarga o'rta o'qul bitib bo'lguncha Qur'onni daldirib olamiz. Masalan, lise bitib bo'lguncha ingliz tili, arab tiliga o'xshash bir 2-3 tilni va normal diniy saviyani yetildirib olamiz. Masalan, oliy maktabda kasb tanlaymiz. Kasbda men birini o'qiyman, ikkinchisini o'qiyman. Bunda nishonni qadam bosqichga bo'lib qilish bak muhim ish. Bizning aloqamiz shu tamam siyosiy sohani tilga qo'llanmaydi. Burundan qilib kelyapmiz degan shu diniy o'qitish desakmi, bir bolani o'qitibmiz deb ota-onasi o'qitishga ajrashsa, u bijori bola shu o'qishga bir kirib ketsa, o'zining nerdan kirganini o'qimaydi, nerdan chiqqanini o'qimaydi, o'qiydi 10 yillab o'qiyotdi ish qilib hamdi. Sen nerdan nega deydigan gap yo'q. Ba'zi ustozlar belki ayrışı mümkün, lakin bu bir keng ko'lamlish kerak yani. Hammalarning kallasida bir muayyan sistema holatiga kelish kerak. Ki bir Ahmet yoki Samatdan birisi mening qashimga kelib, 2-3 yil o'qib bo'lgandan keyin yana birisining qashqiga o'tkazmoqchi bo'lsa, kelgandan keyin sen nega o'qiding desa, falan saviyadan pukun saviyaga o'qidim. Ana kitob sanab bermay, men falan kitob o'qidim demay, falan saviyadan pukun saviyaga o'qidim. Tamam, sening saviyang miyag'ichi ekan. Qani imtihon berganmi yo'qmi? Bergan. Natijan qani? Sen ma saviyaga kirdi ekansa, bir nishon ina qo'yish kerak qarindoshlar. Mush nuqtalarni biz qanday bilamoqlik, gap bilamoqlik. 3-bosqich. Tasavvurun vodih ala mustaval marahil. Bosqichlar saviyasida tasavvur iniq bo'lish kerakki, ya'ni iniq bilish kerak. Ondan keyin gullanish sohasida xizmat qilayotganlarga bu musofa bosqichlarini to'liq bilish kerak. Musofa bosqichlarida ham biz bu bosqichlarniki nazariy yepinchisi deb ataydigan bir bosqich keladi. Ya'ni har bosqich xizmat bosqichlaridan şu güllünüş yetekçileri ve izahatçileri baradigan bir nezrevi perdege ihtiyacı var. Yani her basqıç ne bayatın ben orta mektebini düşündürdüm, o tuluk oturun düşündürdüm, ali mektebini, başlangıç mektebini düşündürdüm. Aşına okşaş bir onun bir gıta depti. Yepincisi buluş gerek. Gılap kudu kitabının gılıpı okşaş, bir gılap yani onu başkalı düşüneleydigan, başkalı dep boğuş mesela hazır adetlik atanlarımı balanız nerede koydu orta mektepte, tamam. Balanız nerede koydu? Lisede koydu. Kilayeli tutturdu, ali mektep çıkıyordu. Deydiğen bir nezrevi nimesi var. Okumagan bir atanın kallasıdı mı? Müşahalet kiliş gerek deydi. Çünkü hizmet kılgıçlarının umumisi muşu basqışını düşündürüdüğün büyük bir iktidarga ihtiyacı var ki nimiş kuatsa ya ki ma basqışta nimiş var dese diyalogida bir halet kiliş gerek. Ve tirishchanlikni qanday qila olguday ko'ztalgudek nimishqa bu bosqich o'zining mevasini berish uchun. Balki maqsadni tushundira oldim qarindoshlar, shundaymi? Ammo kishilar bosh bekor harakat qilsa, manbayat degandek o'quvlikda bir kirketimiz, nima o'qiyotganligimizni uqmaymiz endi. Qaysi bosqichda ketyapmiz, kitob o'qiymiz shu. Unda olmaydi-ki ish. Bu boshliq fa inna hadal farag, bu boshliq ambiyada o'zaro zidlik yaratadi, datalash yaratadi, ixtilof yaratadi. Tashaddud degan gap endi yemirilish, o'zaro bo'linish yaratadi. Mana bu biz mush islom jamiyatlaridagi gullanish
ish sohasidagi ko'pincha ahvollarda ko'rayotgan ahvol bu. Men ilmiy sohani misol qilib dedim, tushunishlik bo'lsin. Chunki mencha bu so'rinda o'ltirganlarning hammasi aqshan shu diniy o'quvchilar, diniy talablar. Hammadan ma'lum darajada madrasa ko'rgan, vatanda o'quvchi bilan shug'ullanib o'qib bo'lg'achqa, tezroq tushunamiz deb men o'quvchini misol qildim. Amaliyotda siyosiy, askariy, jihodiy sohalarning hammasida mana bir ahvollar bor qarindoshlar. Yoki mening gapim xatomi yo o'qitishimiz o qadar ligmiti ya vatandan tartib. Ayda bir bosqichlari ayrilgan, ondan keyin har bosqichning nishonlari bekitilgan. Bir o'quvchi shu bosqichdan o'sini bosqichga kiradigan. Buni umumyuzlik ustozlarning hammasining kallasida bir muayyanlashgan, ata-onalarni tushunadigan, balangiz nerede o'qiydi desa bir ata-ona oddiy diyalaydigan bir shaklda mitdi ya. Yoki balam shu oxirimda o'qiydi deblam tutib bergan, o'qiydi, dinda o'qiydi deblam ketayotganmi ya. Unda emasda men bilamiz ham buni. Buni biz alaqi o'quv sohasi misol qilib deganim bilan jihodiy sohadan tortib, siyosiy sohadan tortib hala xususan men tushungan hamda mening ko'z tushimda hala mayli siyosiy sohada yoki askariy sohalarda dahi bu shaklda bir bosqichlarga ayrilib, masalan aqallisi 1-5 yillik plan, 2-5 yillik plan, 3-5 yillik plan, 2025gacha manda plan, 2030gacha manda plan, 2035gacha manda plan. Ve bunu amalga oshirish uchun A plan bu, B plan bu, C plan bu. Masalan, A plan bo'yicha ish qilamiz, bu to'solg'a o'xshasa B planga o'tamiz, B plan to'solg'a o'xshasa C planga o'tamiz. Oxirida ikkinchi bosqichga muvaffaqiyatli bir shaklda yo'tkulimiz va qiladigan ish ma'no. Bu shaklda bir sistem qurilishi kerak qarindoshlar. Demek musobaqa bosqichlari mangadigan yo'ldagi musobaqa bosqichlarini tasavvur qilish fi g'oyatil ahammiya, intayin muhim. Ve bittali onunga ergishib cho'qim gullanish planida xizmat qilayotganlarni mushu musobaqa bosqichlari bilan ro'shan bir shaklda va alohida bir shaklda ta'minlash kerakki, kishi o'zining nima ish qilayotganligini bilish kerak. Sen nima ish qilyapsan, buni aniq bildirish kerak. Yani manasıqqa vaqtda hammadan qilayotgan ishini tushunish kerak, boshqalarga tushundirish kerak. Yani men mana ishni qilyapman degan bir nazariyaga ega bo'lish kerak. Bu nazariyani Abdur G'ita an-nazari deb atadi, ya'ni bir parda. Bir kitobning muqovisi mana shu vaqtda biz kitobning tashiga qarasaqlar, kitobning muqovisining kitobning ichida nima borligini bilalaymiz. Masalan, Sahihul Buxoriy desa, ha kitobning ichida Imom Buxoriy to'plagan nimalar bor ekan, hadislar bor ekan. G'ita, ya'ni bir parda. Bunda qarablam yuziga qarablam ichida nima borligini o'qib oldigan. Boshlang'ich deb qo'ygacha har qanday deyalisizlar hozir 4 sinf bor, 4 yillik. 1-sinfdan 4-sinf, o'rta maktab deb qo'ygacha 4 sinf bor deb bo'lsizlar. Oliy maktab deb qo'ygacha kasbga ayrilgan 4 yillik deb bo'lsizlar. Ya'ni ismiga qarablam ishini belgilanadigan bir shaklga kelish kerakki, buni ishlayotganlar texnik aniq bo'lish kerak va boshqalarga shu shaklda tushuntirilishi kerak. Şuna qarasanglar hozir kitobninki mushkaga yerimizda Abdur nayt güzel bir şekilde nimaga ayırıp qo'ydi tabloga. Ya'ni G'ita nazariy bosqichini boshqalarga tushuntirish va ko'rsatishning ahamiyati deb kelib, biz nima ish qilganligimizni boshqalarga aniqroq deb bergan vaqtimizda ta'ul amal boshqalarga bir xil umid beraymiz. Ya'ni ishini bu vaqtda. İkincisi, yüz berayotgan ahvollarni zavahir boshqalarga tushuntiraymiz. Uchinchisi, nima ish qilish kerak ekanligini qanaqlaymiz, bekitalaymiz. Tamam, 4-chi bosqichga kelaylik. 4-chi bosqich endi vosita saviyasida ro'shan tasavvur. Vosita degani iboyatni dedim ya. Masalan, birinchi seviyede nima deb qarindoshlar? Birinchi seviyada umumyuzlik bilishdi. Yani felsefe seviyesiga ko'targan shaklda bu planni bilishdi. Ikkinchi seviyada hozir o'qitdik. Nishon seviyasida aniq ma'lumotga ega bo'lishdi. Uchinchisi nishonning ichidagi qadam bosqichlar haqi seviyasida aniq ma'lumotga ega. Endi to'rtinchisida
qandaq vosita qo'llanamiz. Yani vosita saviyasi, vasoil degani vosita saviyasida ro'shan tasavvurga bo'lishki qanday shaklda qilamiz. Mabek muhim ham diyana. Masalan, umumyüzlük planlarning hammani felsefe seviyesiga ko'tarib turib bildik. Nishonlarni bildik va bu nishonga yetadigan marhalalarni bildik. Endi marhalaning ichida kayf qanday qilamiz? Qanday vosita qo'llanamiz? Pek muhim. Nishonni bilish qanday muhim bo'lsa, qadam bosqichlarni, marhalalarni bilish qanday muhim bo'lsa, vositalarni bilish o kadar muhim. Şunu abturda vatıdı. Ve hunaki emrun rabi'a fi gayet el-ehemmiye ve da dördüncü iş var hem de intayin muhim. O olsun mu vasıtalarını tasavvur kılış. Qanday qilish. Hazır en to'xtab qolganimiz şu. Ben qaysi sizlarga defatim dersda. Ulamo darajalik yoki o'zini ulamo deb hisoblaydigan kishilar bilan bir arig'i. Sizlarmi taqiqliq chiqib o'ltirsizlar, biz ancha-muncha o'tirib qolamiz. Aramızda hem öyle birlik ittifaq qilgan bir nokta bir ish qildi. Bir ish qilishimiz kerak. Hozirgi holatimiz passiv. Bu noktada birlik ittifaq. Endi bir ish qilamdik, qildi. Qanday qilamiz? Hech qaysimiz gap yo'q. Mushu masala bak ig'ir, chunki vosita masalasi, uslub masalasi. Tasavvur al-vasail, endi vositalarni tasavvur qilib, vositalarni bilish, o'zgartirish xizmatini haqiqiy bilishdan keladi. Ben bir misal alayım şeyde. Misal alsam egzikib qolmaysizlar qachon. 4-5 yil yig'ilib bir oshxona ochiladi dedik. Aramızdan hech kim burundan tortib oshxona ochib boqmagan. Ondan qanday ochimiz, nima ish qilamiz desak, to'xtab qolamiz endi. Oshxonaga nima ketadi? Qanday uskunlarni olamiz, to'xtab qolamiz. Yani bilmaymiz yani. Agar aramızdan bir qitim oshxona echib baqqan, oshxona echishning haqiqiy uslublarini bildigan odam bo'lsa, oshxonani manda yasaymiz. Miyada xirdalar o'tirdi, miyada puloldigan odam o'tirdi. Miyani tamoq chiqirdigan yer qilamiz, mayani ayrimxona qilamiz. Andan buningga manda uskuna keladi, to'qliq uskuna ma'u, gazliq uskuna ma'u, uchoq ma'u, qozon ma'u. Nayt oddiy. Shunda o'tadimi qaranglar? Tasavvurul vasail. Hozir kelgan iborat shu. Tasavvurul vasail, vositalarni bilish, tasavvur qilish, ash o'zgartirish xizmatini haqiqiy bilishdan keladiki, bilmagan odam qilolmaydi uni. Ma'u amili qilib baqqadabdan kutiladigan narsa. Va ehtiyojliq vositalarni biladi, ehtiyojliq vositalarga haqiqiy bilim va odam, haqiqiy bilimdan an keladi bu. Tarixdan buyon o'zgartirish xizmatlari qandoq tamomlangan, bununla nispeten haqiqiy bilimden an keladi bunun tasavvuri. Maqsadını tushundinglarmi qarindoshlar? Yani bunu amaliy bilmagan odam ma'ning qanday vosita qo'llanib, qanday qila olamiz, buni o'qimaydi. Qanday qiladi? Uni qilib baqib, buni qilib baqib, bir qilib baqib, ikki qilib baqib, asta-asta shakllanishi mumkin, unda oson emas. Ammo voqeaninki, reallikninki muayyan bir yo'nalishda besim silishi, yani gülleniş planida xizmat qilganlarning zehniga vositalarni bekitish uchun degani, yani amaliy buni bilimdan kelmay, zaten mushuni vositani qo'llanib turib qilsa deb kallaga ma'lum bir vositalarni bog'lab bekitib ashaga besim ishlatish fadalika amrun xatir. Chunki o ilmdan yiroq, mantiqdan yiroq. Har ishning o'ziga loyiq bir vositasi bor. Şu vositalarni haqiqiy bilgan vaqtda andan nima ketadi buni o'qildi. Unda qilmasdan, yo'q biz mashta shaklda mashta qilamiz degan ham Alloh o ish oqmagan ish bo'ldi. Bilmagan odamning ishi oqmagan ish bo'ldi. ولا يميز الكثيرون بين مستوى الاختيار وسيلة محددة بسبب ظرف معين وإقصاء أخرى لأسباب موضوعية في فترة معينة وبين الحديث عن حرمة هذه ومنع تلك. ماذا إغير مسألة برسوا؟ Köpünç kişiler muayyen şarait sebebi bilen belgilengen bir vasıtlarını tallaş ve başkalarını ittiriş, ihsa uğradığın başkalarını qilib qo'yish, yani muayyen devri içindeki ma'lum sebep tüpeyledin. Bunun oturusu bilen ma'nın haramlıqı, anı çekleş degan gapning o'tirni qana qilinmaydi, ayriyamaydi. Bunda bir ish bor. Vosita masalasida vositalar ko'p hollarda
ko'p hollarda turli bo'ladi. Har xil bir ishni qilishning vositasi. Ondan keyin bu vositalarning hammani qo'llanib olmaydi. Balki bugungi zamonimizga qaysi vosita eng uyg'un bo'lishini qo'llanadigan gap. Shuning bilan ishning beshidagilar rahbarlar biz ishni manda uslubda qilamiz, manda vosita qo'llanamiz deb binasini bekitib qo'ydi. Ularning bekitishi mushuning to'g'ri qolganining xatolik emas. Balki bugunning sharoiti shu vositaga emas. Ko'pincha odamlar oshini bexul halol, haromlik masalasiga kirib oladiki, mushuni qilish to'g'ri, qolganini qilish xato. Mushuni ayirish kerak. Vosita ko'p hollarda zamonning sharoitiga qarab turib tanlanadiki, qandaqdir o'zining harom, cheklangan bo'lganligi yoki halol, uning bir mustahab bo'lganligi emas. Vositalar ko'p holatda hüküm cəhətdə niməsiz kilodu, yəni hükümə bağlanmagan bir şəkildə kilodu ki, təbii ki, hükümə bağlanğan vasitələr mi var? Məsələn, dində haram bolğan vasitələr var, onu işlətilməyidir. Mubah vasitələrin davatımı. Mubah vasitələrin mu mani qılımız, ani qılmayımız digənlik, ma'u toğru avqatda digənlik emas. Bəlkə bugünün şəraitiga ma'u məskəl digənlik. Bunu köpüncə adamlar la yumayyiz, ayıramaydı. Yani a vasitəni özgərtiş, yeni bir vasitəni rədd qilish deganlik hech qaysi ma'u haram, ma'u xata, halol deganlik emas, balki bugunning sharoitiga ma'u mas keldi deganlik bo'ladi. Haram bo'lsa, uni hech qanday zaman ishlatilmaydi. Esingizda bo'lsin, meni eng buyuk go'zal nishonlarimiz bo'lib kelsin, vasitasi haram ishini, haram vasitalarini qo'llanib go'zal natijaga erishamaymiz. Bu bizning o'zgarmas prinsipimiz. Mubah vasitalarning ichidanmi zamonning sharoitiga qarab turib, bir vasitani bugun qo'llanishimiz mumkin, ma vasitani cheklashimiz mumkin. Kun kelib mavasiti mas kelmaydigan davr kelib qolsa, mavasitini cheklab, a vasitaga o'tishimiz mumkin. Yine ben bir şeyde bir narsani qisqani qistirib qo'yay. Shunda bir vaziyat shakllanishi mumkin. Dunyo quroldan boshqani tunmasligi mumkin. Bu vaqtda biz qolganning hammani rad qilamiz. O vaqtda. O siyosat bilan shug'ullanib, ustalning ustida o'ltirishni rad qilamiz, kitobning oldida o'ltirishni rad qilamiz. Bir kun kelib millat favqulodda bilimga ehtiyoji bor. Bilimni taraqqiy qilsa, oldiga o'taydigan bir holat kelishi mumkin. O vaqtda qolganni rad qilamiz. Kun kelib ishlar siyosatga qarashli qo'yib qoldi, siyosat bilan hal bo'ldi. Boshqa vositalar hozircha pek o'tmaydi. O vaqtda siyosatni tanlaymiz, qolgan vositani toptirib. Bu yerda ma'ni tanlab, ma'ni toptursin deganlik. Ma'ni to'g'ri, o xato deganlik emas, balki bugunning talabi bu deganlik. Men janolan yo'qmi qarindoshlar? Bugunning talabi bu. Bir narsa her zaman ötmeydi. Bir narsa her zaman ötmeydi. Siyaset her zaman ötmeydi. Ütüdüğün vakti var ve kalkamaydigan vakti var. Kural sözleydigan vakti var bazı. Her zaman kural ötmeydi. Bazıda siyasetle hal kıldigan yollar var. Bazıda umu ötmeydi. Yani o iktisat üzünün küşünü köstüğün vakitler var. Bilim üzünün küşünü köstüğün vakitler var. Mesela bugün karanlık dünyada kural ötmeydi. Siyaset mi ötmeydi? Nima uchun deyapsiz? Şu hazır hem öyle öyle kapsızlıklı ya. Nima kapsaldı? Hem dünyada bop ketken ziyanını 20 trilyon dünya pat eslik bulamaydı iqtisod jihatda. Mekçe qayran qıveletilindi mi dünya. Bira uruş olgan bolsa bunda ziyan bop ketmeydi. Gerçi binalar saq turdu. Lekin dünyada bira uruş olgan bolsa bugün. Hatta atom işletken bolsa mu bugün kudek ziyan bolmasligi mumkin. Bir korona Xitoy virusi deb bir virus chiqdi. Buni bilan dunyo bak egiz basib ketdi. Har xil tahlillar va bu virus tajribaxonlarda yasalgan deb. Balkim kimlarning kimlarga ishlatgan quroli da hozircha aniq emas. Balkim 40-50 yildan keyin maxfiy hujjatlar ichidan chiqib qolishi mumkin. Hozircha hech aniq qanaqa qilomidi, bilgili bo'lmadi. Masala maqsadni tushunolmagan ko'pincha ya'ni har qanday bir vositalar zamonga qarab o'zgaraydi. Bizning bir zamanda bir vositani qo'llanganligimiz, yana bir vositani tam inkor qilganligimiz balki bugunning talabi bu. Ertaning talabi bu, ma shaklda. Yajibu an-nazar li wasail at-tahawul al-ijtima'i kullaha wa tadrisiha wa bayan ijabiyatiha wa salbiyatiha. Yani ijtimoiy o'zgarish vositalarining hammasiga tamoman qarab chiqish kerak. Tadqiq qilish kerak. Tadris degani buni amaliy tadqiq qilish kerak, tadqiq qildirish kerak. Ijobiy taraflarini bayon qilish kerak, salbiy taraflarini bayon qilish kerak.
va qaysi sharoitlar ostida qilinadi, qaysi sharoitlar ostida buning zarari cho'ngib ketadi, buni bilish kerak. Bak muhim nuqta qarindoshlar. Buni kallangizdan o'tkazish kerak. Har qanday ish har zaman foydali bo'lavermaydi. Ma'lumlar. Ba'zi ishlar ba'zi vaqtlarda foyda qilgan bilan ba'zi vaqtlarda insonga nima qiladi, ziyon qiladi. Ağrıp qalsanglar antibiotik foyda qilgan bilan sapsaq vaqt desanglar jigarni chiqaradi. Bilasizlar uni sizlar, ha? Va bittali undan boshqa biz islomiy gullanish harakati ichidagi tanlangan bir kishilarda ehtiyojli qiladigan ilmiy, aqliy shakllanish kerak yani. Hatta bir aql ombiri, ben bunu ilgili dersimde deb o'tdim, bir aql ombiri shakllanish kerakki, qarorlarni shuna qarab. Biz hozir asosan qaror chiqarish nuqtasiga ketyapmiz. 5-bosqichga kelsak, reallik va reallikning masalalariga nisbatan ro'shan tasavvur qilish kerakki, tamam. Bu planning baş oxirini to'liq tasavvur qilib bildik. Birinchi bosqich. Nishonlarini tamoman qana qildik. Uzun muddatlik nishon, qisqa muddatlik nishon deb tamoman bilib oldik. Ikkinchi bosqich. Mangadigan yo'limizdagi musofa bosqichlarini buni bilib oldik. Nereden nega mangamiz? Qaysi yerga to'g'ri buni bilib oldik. Bu 3-chi bosqich. 4-chi bosqich nima vosita qo'llanamiz? Qanday vaqtda qanday vosita qo'llanamiz? Buni tamoman bilib oldik. 4-chi bosqich bu. Endi 5-chi bosqichda bugun nima yashayapmiz? Qanday muhit yashayapmiz? Bugunning masalalari nima? Bugun o'rtaga chiqqan masalalarga qaysi vositalarni qo'llanamiz? Qaysi nishonlarimizni amalga oshira olamiz? Bu aniq qilish kerak. Ya'ni bugunni tushunish. Voqea degani reallikni qanday qilish tushunish. Ondan keyin ثم لا بد من تصور واضح. مش تصور degan gapni xato tushunmanglar. Bilish degan gap, ro'shan, aniq bilish degan gapchimi? Reallikni va reallik masalalarini nihoyat ro'shan bir tasavvur qilishimiz kerak. Chunki reallikning masalalarini bilmaslik va uningga qarta hayolaha degan gap, uningga qarta degan gapchimi? Hayolni xato tushunmanglar. Uningga qarta bir mavqa, qaror olmaslik intayin qattiq acizlik ve zor xatar. Reallikka qarab turib ish tutmaslik, reallikka qarab turib qara chiqarmaslik baxatarlik bu. O'zimiz bag'da turib tog'da to'g'andek qara chiqarsak, tog'da turib bag'da to'g'andek qara chiqarsak, masalan, faqat o'xshamaydi. Bir Turkiyada yashagan Uyg'ur jamiyatininki tutib mangadigan prinsipi, qoidasi, siyosati bilan Saudiyada yashagan Uyg'ur jamiyatining tutib mangadigan prinsip, siyosatlari o'xshamaydi. O'xshamagan qarablam, oqlanmabdi, maqvatidi, maqibdi, oqimavatidi desa xatolashidi. Bir tog'dagi Uyg'ur jamiyatining tutib mangadigan siyosati, qiladigan ishlari uslubi bilan bag'dagi Uyg'ur jamiyatining qiladigan ishlari, siyosati bir-biriga o'xshamaydi qarindoshlar. Mushni real amaliy va sharoitga qarab turib qilmaslikning o'zi favqulodda ig'ir xatolik. Saudiyada o'tirib Turkiyadagi Uyg'ur jamiyatining umumiy sistemasini belgilash yoki Turkiyada o'tirib Saudiyadagi Uyg'ur jamiyatining men bir misol uchun da'vatman-ku, belgilash ya tog'da o'tirib bag'dagini o'tirib tog'dagini belgilash favqulodda xatarlik ish qarindoshlar. Al-amrul akhar al-khatir, yana bir xatarlik, yana bir ish bo'lsa, ishliguvchilarning mushsahadagi ishlayotganlarning suollariga javob topiladi. Yana demakchi o'g'ini masala oydin aniqlashadi, lekin buni taqdirlagan odam topolmaymiz. Xatarlik masala shu. Xatarlik masala shu qardoshlar. Ya'ni masalani taqatmaslik. Masalani musulmonlar orasida umumlashtirishga yordam qilmaslik. Wala najidu man yastati'u an yanshura. Buni taqdirlagan odam topolmaymiz va buni biz nishonlagan, ko'zlagan ko'pchilikka yetkazadigan odam topolmaymiz. Bular kimlar desa, gullanishninki avangardlari edi va islom jamiyatlaridagi gullanish sohasida xizmat qilayotganlar edi. Bizdagi eng cho'ng passivlik qarindoshlar. Necha qitim dedik deymiz va bundan keyin to'xtamay deymiz. Bizga passivlik bizga oxirisida zarar olib keladi. Kama nahtaj aydan, ya'ni shundaqla reallikni tasavvur qilish
ve onun meselelerini tasavvur qilib bilish ve bularga qarata bir cevap verishga ihtiyacımız var ki فلا يمكن أن تكون قضية الحرية والعدالة والمساواة والعلاقة الدولية والقضاء الأخرى مغيب عن عقول من عقول الشباب. Yani çünkü meyli hürriyet meselesi, adalet meselesi, beraberlik meselesi, xalqaralıq aloqa ve başka meseleler yaşlarının aqlidan yo'qolib ketsa bo'lmaydi. İslam sahalarida xizmat qilayotganlarning aqlidan yo'qolib ketsa bo'lmaydi ve ilimde hech bir nasibasi yo'q kishilarga tashlab qo'yilsa tehi bo'lmaydi. Ba' degan gap, nasiba degan gap. Yoki bu sohada ko'p ilmi az kishilar noyiti ko'p, bunday kishilarga tashlab qo'yilsa asla va asla bo'lmaydi qarindoshlar. Demek biz dinda bek bir tutma bo'lib ketmagan, g'ayri mushata degan gap parchalanib ketmagan ro'shan bir gapga ehtiyojimiz var. İctima, yani cemiyet, siyaset, iqtisod, xalqaro aloqa ve başka noktalarda bek bir çeşilip ketmagan gapga ehtiyojimiz var. Hozir kimni çeşilip ketmagan gap bor? Hem öyle ortak köp sonliqni qubulda, hemini qubul qilishimiz natayin. Bir gap deganning %100 qubul qilinmaydi. Bir jamiyatni %100 o'zgartirolmaydi, ammo ko'p sonliqi qubul qilinadigan o'rtaq bir nuqtaga kelgan gap o'rtada yo'q, bunga ehtiyojimiz bor. Va mushu ish va ayyasil va biz shunga ehtiyojliki mushu ish islomiy sohasida xizmat qilayotganlarga qanoat qilingan holda yetishga ehtiyojimiz bor. Hamma qanoat qilish kallasini o'tkazish kerak. ولا يكون الهدف منه bunundan nişan qanaqdır bir yerde %100% qanaat qilingan munda bo'lib ketish emas. O mumkin emas. %100 hech kim qanaat qilmaydi. Ammo innama yakuna hada faqat bu a'am umumlashgan, ag'lab ko'p ahvolni egallagan va ko'p taqagan, ko'p qubul olgan holatga o'tsa bo'ladi. Mushta shaklda bo'lsa. Chunki harakatdagi ish sohasi agar birisi-birisiga bunda zid to'qinish bo'lib qolsa, onun çeşip ketken yerlerini toplamak la mümkün emas. Başka 5. basqıç nima desanglar, reallıqımızı tanış kerak, reallıqımızın meselelerini tanış kerak. Ben sizlardan şunun münasebetiyle bir narsa soray, belki cevabını sizlar tapa olishim mumkin. Bugünkü cemiyetimizni tasavvur qilishda cemiyetimizin adamlarından bir ortak bir noktaga kelgan bir vaziyetimiz olmağa çıkan köpünçe kişilerimizin tasavvurunu Facebook'ten bayqaydı ekanmiz. Çünkü xalq bilan aralashib o'tadigan bir jamiyatimiz yo'q o'rtada. Sizlarning his qilishinglarcha bugungi jamiyatdagi A'ning gapiga B'ni unutmasligi, B'ning gapiga C'ni unutmasligi, C'ning gapiga S'ni unutmasligining sababi nima? Ham bilan o'z oldiga gap qilishimizning sababi nima va buni hal qilishning qanday chorasi bor? 6. bosqich al-xibrat al-amaliya al-mutawallida min al-ihtikak. Yani biz aldığın qatımlıq namuzajdımı muşunun belki ehmiyetini sözüp ötken. Bu yerden şu 6. basqıç. Yani sürkülüştün reallık bilen sürkülüştün çıkan emeli tecrübe. Bek mühim. Hemmeni çaqlaydı. Bilisizler bir narsa dastlabda qo'poldi. Bunda qirg'oqlari var chiqsa, keyin ishiltiversa bir odam, ishiltiversa, surkilaversa, siliqishib ketadi ya. Mesela bir pələmpəyini yeni yasağa vaqtda qırqaqları qır həmmiyə bir xil təp düz çıxıdı. Dəsəb ütəvərgəndikin sılıq, hatta bir məscidin törükləri cemaat neçə 10 yıl namaz oxusa, törüklərini sılıq bitdi ya. Şuna oxşaş bizdən qalğan bütün planlarımız, bütün işlər, bütün təsəvvürlərin hamısı reallıqqa gəlgəndən keyin bir onun qamlaşmaydığı yerlere u yerga sürükülüdü, bu yerga sürükülüdü. Yerden hem yani evvelsde qıldıkan deyimiz, ma meselini onsda qıldıkan deyimiz, mayadagi tushunchimiz biroz boshqacharoqkan deyimiz. Shuning bilan bir amaliy ma'lumot, tajriba o'rtaga chiqadi. Ondan keyin bizning manbaimiz bo'lgan Qur'on, hadisga bo'lgan tushunchimizmi yangilanadi. Devrining bilimlariga bo'lgan tushunchalarimizni yangilanadi. Nishonlarimizni o'zgartish paydo qilamiz, uslublarimizni o'zgartish paydo qilamiz. Mushu bizni amaliy ishga olib boradigan bosqich 6. bosqich qarindoshlar. Endi ma bir qarindishimiz qalblarimizni isloh qilish, o'zini isloh qilish debdi. Mening maqsad qilganim bunda konkret sabab, konkret bir mesele. Endi qalb meselesi, Allah qaytish meselesi, adamning bir shaxsiy meselesi sizlar. Hammadan men Allah qaytdim deydi amaliyotda. Hech kimning Allah qaytganini hech kim uqmaydi Allohdan boshqa.
Qalbini isloh qilish deymiz. Buning qalbini isloh bo'lgan bo'lmaganligini Allohdan boshqa o'zim o'qimaydi. Men o'zimni isloh qildim deb o'ylaydim, o'zim o'qimaydim deb. İmkon bor masalalarga konkret qarab boqaylik. Bunda bir gaplar borchi bizda. Taqvolik qilish, taqvoligimizni oshirish, dinga qaytish deymiz. Bu gaplarning hammasini hammadan deydi ve men dinga qaytdim deydi, ama bunun ifadesini ko'ngilolmaydigan ish. Bu amaliy bunda bir konkret noktadan tasavvur qilishni ba'zi narsalarni o'rganadi. Chunki ba'zi ishlar var Alloh bilan banda o'tirishdi, hatta ba'zi ishlar var hatta banda o'zim o'qimaydigan, faqat Alloh bilan biladigan bir ishlar var. O noktalarni bizlarga qildi deb qilib bo'lmaymiz yoki maoshda bo'pti deb baho bermaymiz. Thumma la budda min amrin khati'a akhir. Ondan keyin eng oxirgi bir ish lozim. Yani reallik bilan ish qilish, mumarasa degan gap shug'ullanish va reallik bilan surkilish nurg'un tajribalarni tulit yoki tuvallid tug'diradi. Va hadhihi al-khabarat va bu tajribalar lil asaf ash-shadid bak afsus ko'pincha jamiyatlarimizda, balkim taxi bizga qolgan miros ko'rinish sifatida, taxi bizning odatimizga aylangan demakchi, sifatida muayyan bir bosqichdagi mag'lubiyatning hassas nuqtalarini tadqiq qilishga munosabatli bo'lgan vaqtida darhol yiroqlashtiriladi va undan qochadi. Nimishqa hissiyatni qo'zg'amaslik, da'talashni qo'zg'amaslik, kishilar va shaxslarni qanday qilmaslik uchun tashhir qilmaslik uchun, ya'ni ularni so'rab tortib olib chiqmaslik uchun. Bu bek majda ahvol. Yani bir demek çoğun nima tushunadi uni qarindoshlar. Masalan, o'tganda sizlar qo'rqmay deyaldingmi? O'tgan 20 yilda biz xato qildikmi, to'g'ri qildikmi deb bir savol so'rasam, qo'rqmay xato qildik deyaldim. Mana bir kichik hikoyadan birini gapirayman. Taxminan buningga 6 oy atrofida yoki 1 yil atrofida bo'libdi, bir taklif fikr ortaga qo'yildi hisobdan. Hisobda men qo'ydim desam bo'ladi. Ya'ni 85-yildan tortib shu 2015-yilgacha. Necha yil oldu hisob 85dan 2015 30 yillik. 30 yillik bütün Uyg'ur jamiyatininki besib o'tgan qadamlarini birdan tamamen yozili. Siyosiy nuqtadan, iqtisodiy nuqtadan, ilmiy nuqtadan, diniy nuqtadan tamamen yozili. Yezib qilingan ishlarni bir-birlab tahlil qilib chiqili va natijasini xulosalab chiqili, xato ketgan va to'g'ri qilganlarimizni ayirib chiqili deb bir plan o'tirib qo'yildi. Bu plan ashta qildi zodi. Buni ashta ayirib tahlil qilib chiqarib, ondan keyin biroz pishqandan keyin xalq ommasi bilan buni bir o'rtoqlashili, paylashili. Kishilar o'tmishda o'tib ketgan 30 yilligimizda nimalarni xato qilganligimizni, nimalarni to'g'ri qilganligimizni bir bilsin va bundan keyin qadamlarimizga bu nima bo'lsin, foydasi olsun degan nuqtaga keldik, tamommi? Nuqtaga kelib, anda olsa bu masalaninki biroz texmo pishiq bir şekilde, pishqan bir şekilde oxirisi bir yaxshi ijobiy natijadan chiqish uchun biroz kengroq sohada bir maslahat qilib deb ulamo büyüklerimizning hammasini to'plab mashta qildigan bo'ldik deb 85-yildan tortib 2015gacha bir masalalarni tahlil qilib, xato qilgan, to'g'ri qilgan yerlarimizni tahlil qilgan bo'ldik deb gap mishak gap bo'g'icha sorunni büyük ulamolarimiz ekan, hisobda cho'nglarimiz hamda hisobda eshitib cho'ng biroz shu vaqtdan tatib yashagan ustozlarimiz sorunda bunda ba'zilarning ko'ngliga yog'och tiqib, haqorat qilib deganday sorun tashlab chiqib ketdi. Sabab nima desa, hozir degan yak shu. عندما تتألق بدراسة مفاصل حساسة للفشل في مراحل معينة muayyan bir bosqichdagi mag'lubiyatning hassas nuqtalarini tadqiq qilishga munosabatli bo'lganda, men tadqiq qilib, nimishqa mag'lub bo'libdimiz? Xitoy bizni nimishqa mishta pashli olibdi, nimishqa vahobiy supadab ikkiga ayriy olibdi, biningdan foydalanib yana biriga zarba beribdi, nim bo'lib yoshlarimizni suli olibdi, bizni iqtisodiy jihatda keniga chekinib olibdi, ilmiy jihatda keniga chekinib desa, yetim mutajannubuha, darhol bu ishdan qochamiz.
Tadqiq qildi desa, vel hurub minha. Qaçımız demekçi yani. Nimişqa? Bu yerda bir hissiyat, hayajanni qo'zg'atmaslik. Nazoat degan mushovat bilan o'xshash ma'noda, ya'ni ichki bir xil hayajini va shaxslarni adamu tashhir qilmaslik uchun deydi. Ya'ni so'rab chiqmaslik uchun degani, amaliyotda biz binasini tahlil qiladigan vaqtda maqsad adam emas, bizning qo'limizda adam yo'q. Maqsad fikr. Maqsad shu jamiyatda qilingan ish. Ham u jamiyatdagi ishni shu bir adam qilgandan keyin muayyan shaklda bog'lanib qolish aniq. Shu adamning o'rtaga chiqib qolmaslik uchun xuddi yo'lbosni ko'rsa qochgandek, yirtqich hayvondan qochgandek qochimiz endi. Shuning bilan bosh so'rindan nihoyatda xapulashib bir ishchi odamga haqorat qilinib, bir ishchi odam bismillah salomlashmayotgan bo'lib, qo'pishib ketdik. Texim shu 6 oy prishil atrofi bo'ldi. Bu amaliy bo'lganmi, men hikoyasini lavotmayman qarindoshlar. Nihoyat tasoldi o bisga qalashmaydigan yoki oxirlashib qolgan odamni bisga yaqin ekanmak. Mashta ketgan qarindoshlar. Ya'ni ahvol shu endi. Uni ortiq gap qilolmaydi ekan desa. Va ummat nurg'un cho'ng tajribalardan mahrum qoladi deydi. Bu büyük cho'ng tajribalar asli kelgusida mushu xatoliklarning takrorlanmasligiga xizmat qildirilishi kerak edi. Biz xatolikni degan vaqtimizda bir odamni Ahmadni, Mehmetni, Samatni mushu xato qildi demakchi emas bu yerda. Millat ulu sifatimiz bilan yaşagan bir muddatga ega sifatimiz bilan bir xatolik o'tdi. O'tganlik rost. Buni sistemada tanqaysizlikni xatolik bazadida. Mushu xatoliklarni tahlil qilish orqali bundan keyingi hayotimizda shu xatolik takror yuz bermasligi kerak qarindoshlar. Shuning uchun deytdik o gapni. Biz yana birlarini bu yerda so'qib olish maqsadimiz yo'qdi. Agar shu plan bir muvaffaqiyatli amalga oshgan bo'lsa, biz ashuni pishirgandan keyin bir 30 qismdan 50 qismgacha tahlil qilib taqatmoqchi edik asli planda. Umumiy xalqqa taqatmoqchi edik. Maalesef aş bir qitimliq hammasini yig'ib plan qildi deb o'ltirgan so'rindilam qo'shib ketdik. Yani bir kelgan vaqtda balkim ba'zi qolsa, bu odamni anladim men, yani biz shu yana shu. Qachon yuz bergan xatolik bu odamni degan talaffuzlar ifodalanganligilar masala chiqdi biz yani. Shu xatolik biz mana shu vaqtda. Qana qilamiz? لأن عملية استكمال دورة الحياة لمشروع النهضة يعني gülleniş planınınki hayati devir aylanışını ahırlaştırış yani mükemmelleştiriş hizmeti bundan ilgiriki özümüzdeki mağlubiyet urunlarını üzlüksüz müracaat qilib turishni talab qiladi. Tasdilzimligini talab qiladi. Nimadan ilgiri? Utuq qozongan taraflardan ilgiri. Avval mağlubiyet taraflarini bahs qilish kerak. Utuq qozongan taraflar biz bahs qilmasak mamam chiqadi, bunda ko'rinib chiqadi. Ama muhim bo'lgani mag'lubiyat taraflari. Nima ketkizib qo'ydik? Zodi, masalan. Ketkizib qo'yishning sababi nima? Düşman qaysi uchuqdan foydalandi? Aytish kerak shu uchuqni. Kompyuter programı yasaganlama virus hujum qilib qolsa, darhol ikkinchi qatimliq yangilanma nusxasida virus kirgan uchuqni aytadi. Mayli kallanıldı bo'lsin. Bir oddiy misol qilyapman. Bizning bu cho'ng büyük xizmatda yoki büyük hayotımızda, bizning hayotimizning hammasi mujodala deb o'ylayman men. Chunki dushmanimiz yomon cho'ngdanlar, biz baxtlik talaylik odamlar ekanmiz, biz Uyg'urlar yomon cho'ng dushmanga tutilib qolibdi ekanmiz dunyoda. Xudoyim bizni bir chanoq to'moqchi o'xshaydi. Bizni buyuk qilmoqchi o'xshaydi amaliyotda aslida. Undan keyin dushman bizga qaysi tarafdan hujum qilib yengilgan bo'lsa, yuchuqdan kiralgan bo'lsa, shu yuchuqni qanaqa qilishga yetish kerak qarindoshlar. Nimishqa bihays la yukarrar al-fashal. Yani mag'lubiyatninki qayta tekrarlanmasliklari uchun, tekrarlanmasligi uchun. Yani men tushunmadim, atrofda josuslar bor, planlarni oshkorlash degani umumiy xalq bir tushunchaga bo'lish kerak. Net planlar oshkorlanmaydi tabii, ama umumiy xalq nerede xato ketgan, hozir bundan keyin qilayotgan ishimizning qaysi burungi xatoliklarning talafisi
burun xatoliklarning o'rnini itish, mush nuqtalarni xalq tushunish kerak. Bo'lmasa, jasuslar faqat plandan xabar topolmagan vaqtda kimni ishga soladi bilamizlar? Xalqni ishga soladi ta'tir tashviqot orqali ki yushurun plan bilan ish qilayotganlarni xuddi xato ish qilayotgan bir shaklda xalqning ko'zga ko'z tutib, xalq tarafidan vayron. Ya oson. Bizning odamlarimiz bak chatoq chiqadi-ku asli. Yo'q, men dedim ya, iqtisod, din, siyosat, ijtimoiy jamiyatdagi ijtimoiy munosabatni tortib hammasini tahlil qilish kerak. Din odamlar emas, ammo eng chong rol o'ynaganlar bundan tortib din odam bo'lg'achqa ko'pincha masala yana diniy odamlarga berib to'xtaydi. Nimishqa bizning jamiyatimiz diqqat qilsangiz diniy odamlar bilan kontrol qilingan jamiyat. Mening xususan shaxsan kallamda o'tgan 30 yilda Uyg'ur jamiyati ziyoliga ergashmadi. Mayli kallamda bo'lsin. Oturumuzda ergashgan siyosatchimiz chiqmadi. Va oturumuzda ergashgan iqtisodchimiz chiqmadi. Chiqsa diniy odam chiqarlar, jamiyat ergashsa diniy odamga ergashaylik. Ondan keyin millat 20-30 yildan keyin 2015-2016 kelgan vaqtda ig'izda diyammasimi kallasining tagida bir xil yenilikqa intilish tuyg'usi borday ziyolilarning keyindan chapqiltigan ahvol bor. Bu binasini ifodalab turadi. Shu nima desa, ig'izdan chiqolmagan bilan bir xil umidsizlanish ahvoli bor. Ammo buni Turkiyaga chiqib erkin jamiyat chiqqandan keyin portlab chiqdi insonlarimiz. Hozir bilasizlar, kurslar atrofda kimda qarasanglar, bo'layotgan gap so'z. Masalan, kelayotgan tilla, mollam masalan, o'ylab boqma, oddiy gap emas. Mollam degan gap oddiy gap emas. Bir adamning ma'mullam deyish uchun u odamni qalbidan, shu mollani qalbidan sirib, supurib, chiqirib bo'lgandan kim deyalaydi u gapni? Unda azroq pirsan hurmatli odam ma'mullam talaffuz qila olmaydi. Buning hammasi bizning o'tmishdagi xatoliklarni yakunlamay, xatolik ustiga xatoliklar mingivergandan keyin oxirida quya degan yerga kelgan bir natija deb qarayman-ku bu gaplarni. Ve ummet payda almasdan o'xshash sebeplerinin tekrarlanmaslık üçün nimişqa ibret ve an seviye cihetindeydi. Demek hem de ahirista yahtac qada meşru'un nahdatul İslami İslam gülünüş planının rehberleri biz sözlavatkan ikinci ülgüde neslerini okuş, nesledeki okuş degan gap tadqiq qilish yakunlashni ko'rsatuvchi ama da normal bunda o'qib qo'yish emas. Shunga qiroatun nusus emas, qiroa fin nusus fani kelganligi tadqiqotni ko'rsatadi. Nasladagi bir tadqiqot qilish, falsafa va turtkilar, ondan keyin gulinish qonuniyatlarini inchki tasavvur qilish, ro'shan bularga ehtiyoji bor, bularga muhtoj va yana ro'shan nishonlarga ehtiyoji bor. Musafa basqıçlarını izahlab turadigan bir g'ito, bir perdaga ehtiyoji bor, bir muqovaga demakchi. Vositalarni tasavvur qilishga ehtiyoji bor, reallik masalalarini tasavvur qilishga ehtiyoji bor va bizning salbiyatlarimizni, ijobiyatlarimizni yaxshi o'qishga ehtiyoji bor. Hattoki ijobiyatlarni ko'paysin, salbiyatlarni kelgusidagi kunlarimizda o'rnini qanday qilsin uchun to'liq lison uchun deydi. Shundan bilan 6. nima mustavamı tugudi. Buni Abdur 2. namuzajni ma şekilde bizga rasm bilan sizibdi. Diqqat qilsanglar, birinchisi ul keng ko'lamlik bir şekilde felsefe seviyesiga ko'targan, ilmlashtirilgan bir şekilde plan başdan oxiri tasavvurga ega bo'lish kerak. Bir. Eng astidagi shu. İkincisi nishonlar ro'shan tasavvurga ega bo'lib bekitilishi kerak. Üçüncüsü muşu plandaki qadam basquşlar bular bir ro'shan tasavvurga ega bo'lib har qadam basquşni tushuntiradigan bir holatga kelish kerak. Üçüncüsü vasitlar ro'shan tasavvurga ega bo'lish kerakki, qo'llanadigan vasitlar kallamizda aniq bo'lish kerak. Ikkilanmay yo'tkilalsak bo'ldi vasitlarning orasida-chu. Shunda qaradik, vaziyat o'zgardi, darrov ma vasitaga o'zgardik, darrov a vasitaga o'zgardik. Masalan, ondan keyin reallikning tasavvuri, masalalarga tasavvur qilish, savollarga javob berish tasavvuri bular bo'lish kerak. Eng oxirida mushlarning hammasini yakunlangan bir shaklda ijroiyaga o'tadi.
icroiyaga o'tgandan keyin nurg'un burun xato o'ylab solgan, xato tasavvur qilgan, xato tuzilib qolgan planlar, xato tuzilib tanlanib qolgan uslublar real maydonda tuziladi va yana qaytadan boshdan tortib qaytadan cho'gilaymiz. Başta cho'gilash orqali pishib bitiladigan gap va masala oxiriga qana qiladi, chiqadi qarindoshlar. Va hazihi al-qadaya kullaha tahtoj ila al-ilm, ya'ni gapning xulosasi endi keldi. Mushu masalalarning hammasi cho'qim gap qilish va ish qilishdan ilgari bilishga ehtiyoj bor. Buni bilmay turib gap qilish, bilmay turib ishga qadam olish bizni o'rakka tashlaydi qarindoshlar. Ko'pincha xizmat qilguvchilar mimman yatmahuna liqiyadati al-amaliyat an-nahda, ya'ni gullanish xizmatiga yetakchilik qilishni orzu qiladigan kishilarning qatoridan. Ammo fikri ishsizlik, fikri bathola degan gap, fikri jihatdagi bunda aktivsizlik degan gap, hisobda ishsizlik degan gap. Fikri ishsizlikning natijasi yoki umumiy gullanish sohasidagi kamchilikning, qusurining natijasida islom jamiyatlarida ilm va bilishdan cho'ng qattiq bir hurulliqdan qanaqvatimiz, ingrovatimiz, ya'ni hammalarda kam narsa bilim. Ya'ni bilmaslik kam yani. Nimani bilsa, biladigan narsamizning tayini yo'q. Ya'ni shundaqla taqitish, e'lon, axborot vositalari tarafdan qattiq kamchiligimiz bor. Aramizda Facebookni rar shiltalaydiganlar bek yo'q hamdi. Minas ko'ralaymiz, astanga taqtaq minas yozalaymiz. Raus ishiltish deganga Facebookning qashlash emas, qanda qilib haqqa o'zining demakcho'g'ini go'zal bir tilda ifodalash bu kam. Biman fihma min. Hatto shularning ishida mufakkirlar bor. Mutafakkirlar hatto o'zining maqsadlarini to'liq boshqalarga taqishda qiynaladi. Qana qilishda, ya'ni bularning hammasi shu gap qilishdan ilgari va ish qilishdan ilgari bilishning ahamiyatini ta'kidlashdagi muhim bir taraflar. Men dedim ya, eng muhim narsa o'zimizning fikrini salbiy natija chiqarmaydigan bir shaklda xalq ommasining orasida yeyish. Bir igiz bino salmoqchi odam bino salmoqchi bo'lgan o'ringa hargizmi avval nima akamaydi? Yugan kirallarni akamaydi. Xishkisaklarni akamaydi avval. Bitollarni akamaydi avval, yana qazidi. Hul. Bu yerga tosh to'kidi, hulga. Semont tüküdü, mustahkamlaydi. Bu ko'nmaydi dastlabda. Hatto bir bino selishning yarmi xizmati yerning ostiga ishlashi mumkin. Buni bilasizlar. Ta yer osti ishlanib, yer yuziga ko'rinib bo'lganga qadar hech qilmagandek tuyuladi. Ammo bir binoning mustahkam turishi yerning ostiga qanchalik ishlagan bo'lsa, shuni munosabatlik. Shunga ba'zi narsalar dastlabda oddiydek tuyuladi. Millat uchun sungan ba'zi narsalarimiz ben aldığım bir qatim belki bazılarının isidi bayağı yok. Toqqa bir qatim 10 minutluq, bir qatim 3 minutluq bir avaz attım. Eğer aşı gepimni tushunsanlar, nurg'un ma'no qana qilingan, yushringan shu gapning ostiga amaliyotda. Millatni tegidan tortib, huludan tortib qurib chiqish bak muhim qarindoshlar. Esinglar bo'lsin, bino ustidan selinmaydi, ostidan selinadi. Binoning 50% ishlaydigan yeri yerning ostida, ko'zga ko'rinmaydi. Bizga ko'rinayotgan ma güzel shakli o aş yer astidagi binoni tutib turayotgan hulning natijasi o. Agar astida mustahkam hul bo'lmaganida ustidagi o qilgan dekorlari, o qilgan yasashlari, o rang, o har xil pasvon hech nimaga arzimaydi. Va natijata li kasl al-amilin, xizmat qiluvchilarning hurulligining natijasida axborot uskunlarininki kamchiligining natijasida islom gullanish sohasidagi ish sohasi zo'r bir to'plar bilan qistan o'zi nihoyat afodil, fazilatlik yaxshi odamlardan va qaynoq hissiyotliq ammo ilmi oz odamlarning qistan degani odam desam da ajoyib ko'p. Hissiyot desa bizdan ortiq yo'q. Qaynoq hissiyotga ega biz. O'zimiz nihoyat yaxshi taqvo ama bilimimiz az. Ondan keyin sonra bular umum ishlarga oldiga chiqadi, yetasaddo'nga oldiga chiqadi. Ummatning masalalarining oldiga chiqadi. Natijada natijada yaxshilikni o'ylab turib yomon ish qilib soladi. Ya'ni
Ko'ngli yaxshi bu odamning. Ummat uchun yaxshi ish qilib bermoqchi, lekin bular oxirisida yomon natija, oqibat kelib chiqadi. Bu masala. Şunu biz dersimizden beşirlik manda bir iki noktasını oturup koygan. Birisi hayacanlığı ege san, yani birisi ma'lum bir süpet türüdeki bir tür. İki nokta degen ya, sanığa ehmiyet vermeyimiz emez. Ama bunun da ehmiyet verdiğimiz tür. Yani süpet degen. İnsanlarda bağımı yok mu? Neçe ders aldı da. Şunda adı şu hayacanlığı ege san bilen kuruluş merkezleşidiğen türünün oturusunu arılaştırır. Cemiyetler, her konuda bir cemiyette xatarlik almoqchi o'tish. Men ma'nodan xo'shinmayman qarindoshlar. Birdan bir nutq so'zlash uchun bir yerga insonlarni yig'di. Yoki bizning burnuq tilimiz bo'yicha tabliq qilish uchun deylik. Yig'ilib ketdi u odamlar. Necha ming. Burun ba'zi masjidlarimizga yig'latdi, top bular. Shu vaqtda kallamizda shunda o'ylaytdikki, bizning kallamizda yo, islom qattiq kuchaydi. Neçə min adamınki her cuma yığılığını, yoki bazı keştiki tebliğ soruları yığılığını, yoki bir ma'lum bir iş asaslı yığıl. Lekin o bir hayacan sanı. Ben size dedim ya, 10 min adam ketadigan bir planның ahırıqı çıkarış için 200 tane bile pulatdan, put kolları betondan kurulgan adam lazım 200 tane. 10 yıllık bir plan için 8 yıllık, yak 7 yıllık, yak 6 yıllık muş 200 adam terbiyeleşke işletilisi buludu. Resulullah 12 min adam bilen Hunayn gazdığı veripti. Bir pistırımı koşuraptı. Hiç kim kalmadı. Etrafında kalkanlı kim dese. Yeni şu burunqı müstehkem adamlar şu. Mekke'de 13 yıl terbiyelenen adamlar kalkanlı etrafında. Ondan kin hem adam dini kirgen vakti top bilen kirgen adamlar var ya bir xil. Yok hiç kaysi. Bu nesli kallamlı sandırış gerek. San asla ve asla hiç nersi kılanmaydı. Kardeşim makallah. Uhud uruşuda benim maqatim magazinde yazgan makalemnin temisi Uhud. Uhud uruşuda Resulullah mingdan artıq adam bilen Medine'den çıkan. Yolunun oturğu yıkıllaşkan vakitte 300'den artıq adamını Abdullah ibn Ubay ibn Sulul münafık başlap ketken. Ulamalar şuna tahlil kılıdı ki, eğer 300 adamını eketmegen bolsa, talafet bek iğir okutdu, texama. Müslümanlar tügitti deydi. 300 adamının kitişe, Müslümanların şu 70 adamını şehit bir plan, mevcutluğunu saklap kalıdığın halet kelişegi sebep bulağılar. Eğer 300 adam, şu Müslümanlar koşunda birle çıkan bolsa, Müslümanlar koşunu tamamen tügep gitti. Çünkü 300 adam, şunda canının, nemesi, retimi özgergen hamallan, karşı tarafı ütep ketadigan adamlar bu. Degan bir xulasını aldı şeyde. Bizde mi alaka meseleler köpünce vakitte sanıga qarab, hayacanıga qarab, ondan keyin kishilarninki hissiyatlan toplangan toplanışları, ko'rinishlarga qarab, biraz nima qanday qiladigan hayajonlanadigan, shuni o'ylanlam, ko'payilib qolgan bir ahvol va yo'q, unda bo'lmaydi. Biz 60-70% energiyamizni heliqi nav'iyaga xajishimiz kerak. Nav'iyaga ishlatishimiz kerakki, yilda bir odam olsin yetadi. Yilda 10 odam olsin yetadi anda top necha yuzlab, necha minglab odamlarninki biraqlam olib ketishi baxatarlik bu. Va iza istamarra muşta ahval davamlaşıverse, muşu hayacanlığa hedeydiğen ahval davamlaşıverse, yuhaddid hazihil cuhudu dahma, bu büyük tirişallığa tehdit görürsüdü bu. Ve bu İslam uygunuş hareketiga çoğun bir xatardan tehdit etkileди qarindoshlar. Şundan bizninki kitabımızninki El-Meşhed Er-Rahinni tugatdik. Endi inşallah kela qatimliq derslerimizde El-Meşhed El-Mustaqbali'den başlayımız. Şundan bugungi dersimiz vaqt munosabati bilan oxirlashdi. Bugun dersimiz mushaqcha bo'lsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.